Do'stlar, sho'rga yechim. Ko'ryapsizlarmi? Tevasidan reyka qatirilgan, reykani qatirib turib, tevasidan mana shunaqa fasadniy plitamiz qilishgan. Eng zo'r tomoni do'stlar, fasadniy plita bu yangilik emas, ko'pchilik o'zi tushunib bo'ldi. Bu narsamizga 20 yilgacha garantiya beriladi. Hozir biz O'rta Osiyodagi eng katta ishlab chiqaruvchilardan biri Gold Euro fasadga yetib kelganmiz. To'liq ma'lumotni endi akamizdan olsak, barcha ma'lumotni video davomida berishamiz. Sayjon aka, assalomu alaykum aka. Charchamang. Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Aka, mana o'sha fasadniy plitasi ko'pchilik tushunib bo'ldi. Albatta, ko'pchilikda xabari bor. Bu mahsulotlarimiz Eronda 600 markali oq sementda tayyorlanadi. Bu ko'rib turganinglar tarkibiy travertin tosh qo'yilgan modelimiz 4D modelimiz hisoblanadi. Bularimiz 1 kvadrat 120 ming so'm. Gold Euro fasad korxonasida fasadniy plitkaning juda ham ko'p turlari bor. Klinkerniy fasollarimiz bor mana. Ustiga lak sepilsa mana shunday chiroyli ko'rinish keladi. Zo'r. Hozirgi kunda patruch xizmatlarni ham yo'lga qo'yib qo'ydik. Ha, nollar. Chiroyli qilib qo'yib berasizlar. Xo'p, do'stlar, videoda bilinyaptimi yo'qmi? Hozir bu jicha chang ekan, ha? Bu super mo'shi. Chargerda, penada xolagan narsasini yo'radi. Hech nima bo'lmaydi. Montaj aka, mana bizda hozirgi kunda hamma sharoit har xil. Avvalambor cho'ntagiga qaraydi hamma. Shunaqa. Misol uchun ko'pchilik mana paxsa devor qilganlar yoki uyi eskirib sho'r bo'lib tushib ketayotganlarga zo'r yechim. Albatta. Tevasdan qilib yuboradi. Bemalol karkas to'qiydi, demontajga bizni mahsulot qilib yuborsa bo'ladi. Bo'laveradi. Yashaydigan xonalari bo'ladigan bo'lsa, ichiga utsupleniya, bazalt, penoplast, penoplex xohlagan tiqib yuborsa ham bo'laveradi. Utsupleniyasi ichida bo'lib qoladi. Utsupleniyasi ichida bo'lib qoladi. Endi mana aka, eng ko'p berilayotgan savol ichkariga kiradigan bo'lsa, aka mana meni devorim bor, lekin eski uy, ya'ni devorim qiyshiq deyshadi. Qiyshiq devor tevasidan qilsa bo'laveradi. Tekizlanib ketadi. Bu mahsulot qilinganda devor tekis bo'lib ketadi. Chunki demontaj 0 ga to'qiladi-da. 0 ga to'qiladi. Reykani qo'yib to'qiladi. Bu yer bizning showroom, gapingiz bo'lib qo'yildi. Bu showroom 500 xilga yaqin mahsulotlarni ilib tayyorlab qo'yganmiz. Mijozlarimiz kelib, ko'rib tanlashligi uchun aka. Tanlashliklari uchun bo'ladi. Sho'rga bitta hozircha do'stlar mana shu fasadni plita chiqdi xolos. Chunki bundan ortiq yechim yo'q. Nimaga aytsalar, aytganimizdek, orasida jicha joy tashab turib, reykada, ya'ni shunday montaj qilasiz. Montaj ham oson. 0 ga chiqarib oladi-da. O'sha joy tashlash shart emas. Devorni 0 ga chiqarib olsa bo'ldi. Mana sizni ko'rib turgan podpischiklaringiz uchun mana shu oyda oxirigacha, xudo xohlasa bugun 15 bo'ladigan bo'lsa, iyulda birinchisiga Gold Euro fasad o'zi atkoslar chiqaradigan apparatimiz qo'yildi. Oldin mana tunikadan bo'lardi. Endi travertin tosh qoplangan po'kaydan atkoslar ichida hisoblab, atkoslarni bekariy qilib zakaz berishsa bo'laveradi. Shuni bekariy qilib beramiz. Gapi kvadrat ichida ketadi. Ha, mana shu oy ichi xolos. Gap yo'q, xudo xolasa. Bunaqa shans qo'ldan boy bermanglar, faqat shoshilish kerak. Birinchigacha. Zo'r. Bularimiz qanaqa fason aka? Bularimiz Rvanny Skolti modellarimizni yangi fasli, yangi ranglar 26-yil svetlari. Bu mahsulotlar aka pardozi lakdan keyin yana ham chiroyli ko'rinish keladi, xudo xolasa. Hozir bu suxoy turibdi. Albatta. Suxoy turibdi, lak bersiz, yana ham zo'r bo'lib turadi. Aka mana nech puldan kvadrat eng arzoni? Xo'p, 65 mingdan 120 ming so'mgacha yo'l-kira xizmatlari qanday deydigan bo'lsa, Andijon, Vodiy, Toshkentgacha 50-50 100 kvadrat xarid qiladigan bo'lsa, yo'l kiramiz 50-50. Vohaga bo'ladigan bo'lsa 150 kvadratda yuqorisiga 50-50 inshaalloh. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beriladi. Sokil qismiga ham ishlatsa bo'laveradi. Albatta, sokelga, fasadga, xohlagan joyga, devorga o'rnatsa bo'laveradi. Xo'p, aka, mana sizlar taniymiz eskidan. Adashmasam, biz tanishganimizga 4 yil yo 5 yil bo'lyapti. Hali muammo bo'lgani yo'q. Birortasi telefon qilib, bundan keyin ham bo'lmasin. Birortasi telefon qilib, shu sizni reklamangizdan ko'rib, Gold Euro fasaddan narsa oldik. Sini ketdi, uqalani ketdi, uni bo'ldi deyilgan narsa yo'q. Endi mana internetda ko'ryapmiz. Misol uchun, bulardan mashinamiz nech pul mana o'rtacha qilaylik. Bularimiz 95 ming so'm. 95 ming so'mdan, lekin ba'zi birovlar chiqyapti. Biz birovda yomonlaganimiz yo'q. 80 ming so'mdan ham chiqarishyapti. Lekin buni ichidagi uni farqi nimada deb menga savol beradigan bo'lsangiz, qanday desam bo'ladi? Bu sohada shundayki, sementini ozaytirib, pesogini ko'paytirsangiz, narxi arzonlaydi, sifati pasayadi. Biz showroomimizda qanday turgan bo'lsa, devorida xuddi shunday turishligiga kafolat beramiz, garantiya beramiz. Agarda boshqacha holatda bo'ladigan bo'lsa, vitrinada boshqa, omborda boshqa bo'lsa, pulini 100% qaytarib beramiz. Shunga kafolat aka. Xudo xolasa, do'stlar. Necha yillik faoliyatga egasizlar? Shuni ham. Biz aka 2009-yilda boshlangan bo'lsa, hozirgi kunda mana 17-yil inshaalloh. 17-yildan beri faoliyat. Biz 20 yilga kafolat beramiz mahsulotga. O'zi undan u yog'iga ham tura oladi. Keyin bitta bizim mana doimgidek qoliplarimiz. Qoliplarni ham har bir modelda o'zimiz shakllarni ishlab chiqaramiz va qoliplarni ham o'zimiz chiqaramiz. Kimda kim shu biznesga qiziqib boshlayman desa, soprovojniy qilib 0 dan 100% gacha o'rgatib qo'yamiz. Hozirda qoliplar
mahsulotlarimizni Amerikagacha sotdik aka. Ha, Amerikagacha sotdik. Albatta, hozir mahsulotlarimizni so'rashyapti bizdan, biz Qozog'istonga, Qirg'izistonga olib o'tib ketib sotaylik. Bo'ldi, kelinglar, dogovor qilamiz degan odamlarimiz bor. Xudo xolasa. Do'stlar, bu akalarimizni yaxshi bilamiz. Ushbu biznesdan yaxshi pul ushashdi. Nimaga buni o'rgatyapsizlar deyishyapti ko'pchilik. Shuncha pul topsang deyishadi, negativlar. Bular o'sha to'g'risi pulini ham hozirgacha yaxshi topishadi. Sizlar yozsang ham yozmasalar. Mana shu narsalarimiz hozir ochiq asosida chiqyapti. Xuddi shunaqa. Kamida hozir shu mahsulotimizni siz 100 kvadrat zakaz beraman desangiz, 2 hafta kutasiz. 2 hafta kutasiz. 2 hafta kutasiz hozir. Ishlab chiqarish quvvatimiz 350 kvadrat hozirgi kunda, lekin zakazlarimiz shunga yarasha, alhamdulillah. Ha, do'stlar, ya'ni bitta o'zimga bo'lmasin, boshqalarga ham bo'lsin deyilyapti. Eng qizig'i, ushbu biznes o'rganamasini qolip sotiladi. Qolipni ichida обучение, yeb ichish, yotoq sharoitlar, o'rganish eng zo'r tomoni nima deydi? Polni xatoni shu yerda qilasiz. Albatta, shu yerda o'rgatamiz, keyin bizni sifatida ishlab chiqarib beradigan bo'lsa, sotuviga ham 100% javob beramiz, yordam beramiz. Yordam beriladi. Ya'ni boshqa joydan chiqsa, yordam beriladi. Xudo xolasa zo'r. Biz doimgidek Andijon, Gold Euro fasadda turibmiz. Arendarimizga keladigan bo'lsak, Andijon Jahon bozoriga 200 metr yetmasdan, Andijonda eng katta bozor Jahon bozor, 200 metr yetmasdan 10 qo'lda. Xudo xolasa zo'r. Menimcha hamma yoqda aytdi, qisqacha qilib, dangal, xudo xolasa. Qoliplarimiz 20 dollardan 190 dollar. 190 dollargacha. Xudo xolasa kelasizlar, ko'rasizlar. Kimgadir fasadni plita kerak bo'lsa yoki ushbu biznesni o'rganaman salang, pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, to'liq ma'lumotni akalarimiz berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka. E'tibor uchun rahmat.